Do'stlar, bugungi manzilimiz hamma yaxshi bo'lgan muhayyoda bo'lyapti. Flagman ro'parasidan shundoq 100 metr kirib kelganingizdagi g'ishtlik domlarda bo'lyapti. Tashqarida parkovkalar mavjud. Aytganimizdek 100 metr yursangiz flagmanning oldiga chiqasiz. Lokatsiya yaxshi joyda, 4 qavatli g'ishtlik uyda 4-qavatda 2 xonali kvartira chiqmoqda. Qarang, bu birinchi xonasi. Remontlari yaxshi holatda, oyoqdagilar to'liq taxtapol. Yonginasida ikkinchi xonasi joylashgan, ko'rish mumkin. Bu tomoni tashqaridan kirish qismi bo'lyapti. Bu yerda umumiy sanuzol joylashgan. To'g'rida esa oshxonani o'rnini oshxonani balkonga chiqarishib, bu yerni ham xona qilib qo'yishgan. O'tirishga joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Abo'ylari yaxshi holatda turibdi. Bitta kamchiligi ham shu romlarini akfaga o'zgartirsiz bo'ldi. Narxi esa egalar tomonidan $24,000 baholanyapti. Albatta, kam bir qiziqarli video raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Bizga obuna bo'linglar, sizlarga bundan ham yaxshilarni aytishni davom etamiz.